Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Men Muxtor Dilshod umurtqa pog'ona kasalliklari mutaxassisi manual terapevt. Bugungi ko'rsatuvimiz yana umurtqa pog'ona kasalliklari bo'yicha uy sharoitida davolovchi mashqlarimizni ko'rsatib beramiz. Bugun yotgan holatda umurtqa pog'ona kasalliklarini uy sharoitida cho'zish, ochish mashqlarimizdan bo'ladi. Bu mashqlarimizni bemor yotgan holatda bajarsa bo'ladi. Kanalimizda siz yangilardan bo'lib kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta like bosib, podpisaniyani bosib qo'yasiz. Sababi keyingi videolarimizni, keyingi mashqlarimizni siz doim kuzatish uchun va mana shu mashqlarimizni uy sharoitida takrorlab turishingizni tavsiya beramiz. Boshlaymiz. Bu holatda bemor yotgan holatda bajariladi. Mana shunday holatda oyoqlarimizni, ya'ni razminka, ya'ni qizdirib, chiniqtirib olish yengil usuldan boshlaymiz. Ko'tarib olgan holatda, mana shu holatda xuddi velosiped pedalini bosgan kabi oyoqlarimizni yotgan holatda harakatlantiramiz. Mana shu holatda yotgan holatda bajaramiz. Mana hop, mana ko'ryapsiz. Qandaydir muddat bajaramiz. 1 minut bajaramiz, 2 minut bajaramiz. Sizda og'riq bor. Menda og'riq yo'qligi uchun ko'proq bajarib qo'yishim mumkin. O'zingizning holatingizga qarab bajariladi. Endi bu holatdan keyin oyoqlarimiz razminka bo'lgandan keyin, chiniqib olgandan keyin keyingi etabiga boshlaymiz. Endi oyoqlarimiz yordamida bel umurtqamizni ochish mashqiga o'tamiz endi. Xo'p, bu holatda yotib bajariladi. Ko'rinishidan sodda, bajarilishi oson mashqimiz. Oyoqlarimizni birlashtirgan holatda, mana shu holatda endi ahamiyat beramiz. Oyoqlarimizni birlashtirgan holatda chap tarafga tashlaymiz. Bo'ynimizni, boshimiz bo'lsa o'ng tomonga qarama-qarshi tashlaymiz. Mana shu holatda 1 2 1 mana bo'ynimiz, kallamiz o'ng tomonga qarayapti. Oyoqlarimiz birlashgan holatda chap tarafga qarayapti. O'rtada umurtqa pog'onasida cho'zilish paydo bo'ladi. 1 tevaga 2 qarama-qarshi ko'ryapsizmi? Oyoqlarimiz birlashgan holatda o'ng tomonga, boshimiz bo'lsa yelkamiz chap tarafiga qaralyapti mana. Mana shu holatda tarzda, mana shu holatda bajaramiz yana. 1 2 1 2 1 2. Ana boringki siz 5 minut bajararsiz. Mana shu holatda bel sohalarimizni, ya'ni qisilish, osteoxondroz, protruziya, grija kasalliklariga zo'r effekt beruvchi mashqlarimiz bo'ladi. Mana shu holatda bajariladi. Xo'p, endi yana yotib olgan holatda yana davom ettiramiz. Oyoqlarimizni yana shu tizzalarimizni uzatmagan holatda, yana mana shu holatda bukilgan holatda qoladi. Chop oyog'imiz qayriladi, ya'ni chop oyog'imizni bukkan holatda o'ng oyog'imizni shu chop son ustimizga qo'yamiz. Shu holatda joylashgan holatda endi orqa tarafga qarab itaramiz, ya'ni pastga qarab. 1 2 3 1 2 3. Bu ya'ni sedalishim nerv, ya'ni oyoqlarimizni poy tortishi deb qo'yamiz. O'zi aslida sedalishim nerv tortadi. Mana shu holatda zo'r effekt beradigan mashqimiz. 2 3 1 2 3. Xo'p, eng asosiy narsa mashq bajarganimizdan keyin ozgina muddat joyimizga yotamiz va mashqni bajargandan keyin mana shu holatda turishlik eng noto'g'ri turishlik. Shu narsaga amal qilib qo'yamiz. Qonun qoidasi bo'yicha yonboshlagan holatda, shu holatda bir qo'limiz yordamida, ya'ni tiyangan holatida mana shu holatda turamiz. Shunda umurtqa pog'onamizga kuch kelmaydi. Xo'p, agar mashqlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib turib, podpisaniya bosib qo'yasiz. Keyingi mashqimizni yana kuzatib borishlik uchun. Mana shu mashqimizni bel sohasida muammosi bor, grijasi bor do'stlaringizga jo'natib qo'ysiz. Mana shu do'stlaringiz ham bel soha grijasidan qutuladi siz sababchi. Xo'p, o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi ko'rsatuvlarimizni yana kuzatib borasiz. Sog' bo'ling.